Bugungi kunda ko'plab muhokamalarga sabab bo'layotgan masalalardan biri bu mazhabga ergashishning zaruriyati masalasidir. Ba'zi kishilar mazhabga ergashish shart emas, faqat Qur'on va sunnatga amal qilish kifoya degan da'volar bilan chiqishmoqda. Bu masala musulmon jamiyatida ixtiloflarga olib kelayotgani sababli unga islom shariati nuqtai nazaridan to'g'ri baho berish muhim ahamiyatga ega. Avvalo, mazhab nima ekanligini tushunib olishimiz lozim. Mazhab bu islom huquqshunosligi maktabi bo'lib, Qur'on va sunnatdan shar'iy hukmlarni chiqarishda muayyan uslub va qoidalarga asoslangan. Islom tarixida ko'plab mazhablar bo'lgan. Ammo ulardan 4tasi Hanafiy, Maliki, Shofiy va Hanbali mazhablari keng tarqalgan va asrlar davomida musulmonlar tomonidan e'tirof etilgan. Ushbu mazhablarning imomlari o'z davrining eng buyuk muhaddis, faqih, mufassir va tilshunos olimlari bo'lishgan. Qur'on va sunnatga to'g'ridan to'g'ri amal qilish masalasi. Albatta har bir musulmonning asosiy manbai Qur'on va sunnatdir. Lekin Qur'on va sunnatning barcha oyat va hadislardan hukm chiqarish, ularning ma'nolarini to'g'ri tushunish, nasx bekor qiluvchi va mansux bekor qilingan oyatlarni ajratish, mutlaq va muqayyad, umumiy va xos ma'nolarni farqlash, hadislarning sahihligini tekshirish va ular o'rtasidagi zohiriy qarama-qarshiliklarni bartaraf etish bu chuqur ilm va malaka talab qiladigan juda mas'uliyatli ishdir. Bu ilmga ega bo'lmagan oddiy insonlarning Qur'on va sunnatdan mustaqil hukm chiqarishi xatolarga va turli ixtiloflarga olib kelishi mumkin. Mazhabga ergashishning zarurati. Musulmon ulamolarning aksariyati, ayniqsa keyingi davrlardagi ulamolar oddiy musulmonlar uchun, ya'ni ijtihod darajasiga yetmaganlar uchun muayyan bir mazhabga ergashish zarur deb ta'kidlashgan. Buning sabablari quyidagilar. Ilmsizlikdan himoya. Oddiy musulmon shar'iy hukmlarni Qur'on va sunnatdan bevosita chiqarishga qodir emas. Mazhablar esa ijtihod darajasiga yetgan ulamolarning asrlar davomidagi izlanishlari va mehnatlarining mahsulidir. Mazhabga ergashish ilmsizlik tufayli xato qilishdan saqlaydi. Birdamlik va ixtiloflardan saqlanish. Mazhabga ergashish musulmonlar orasida fiqhiy ixtiloflarning oldini olishga yordam beradi. Agar har kim o'zi Qur'on va sunnatdan hukm chiqarishga urinsa, jamiyatda betartiblik va ixtiloflar kelib chiqishi mumkin. Alloh taolo Qur'oni Karimda shunday marhamat qiladi. Va hammangiz Allohning arqoniga, diniga mahkam yopishing va bo'linib ketmang. Oli Imron surasi 103-oyat. Mazhabga ergashish shu oyatning ruhiga mos keladi. Islom ulamolarining ijmosi, islom ummatining aksariyat ulamolari asrlar davomida ma'lum bir mazhabga ergashib kelishgan. Bu esa mazhabga ergashishning shar'iy asosi borligiga dalolat qiladi. Amal qilishning osonligi. Mazhablar musulmonlar uchun diniy amallarni bajarishda aniq va tizimli yo'riqnomalar taqdim etadi. Bu esa ibodatlarni va hayotiy munosabatlarni to'g'ri yo'lga qo'yishda katta yengillik yaratadi. Mazhabga ergashish shart emas degan gapning xatoligi. Bunday da'volarning asosi yo'q. Aksincha, ular fiqhiy ilmdan xabarsizlikdan yoki fitna maqsadida kelib chiqadi. Bu da'volar musulmonlar orasida bo'linish va ixtilof keltirib chiqadi. Ularni Qur'on va sunnatni o'zlaricha tushunishga undab, adashishlariga sabab bo'ladi. Vaholanki, Qur'oni Karimda Alloh taolo bilmagan narsani ahli ilmlardan so'rashga buyuradi. Agar bilmasangiz zikr ahlidan so'rang. Nahl surasi 43-oyat. Bu oyat oddiy musulmonlarning ijtihod ahliga, ya'ni mazhab imomlari va ularning izdoshlariga ergashishi lozimligiga ishorat qiladi. Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhdek buyuk imomlarning fiqhiy merosi, ularning chuqur ilmi va Qur'on sunnatni keng qamrovli tushunishlari nafaqat sharqda, balki butun islom olamida e'tirof etilgan. U kishining fiqhiy maktabi, ya'ni Hanafiy mazhabi bugungi kunda dunyodagi musulmonlarning katta qismi tomonidan amal qilinadi. Bu mazhabning shakllanishida Qur'on va sunnatdan tashqari sahobalarning so'zlari, ijmo, ya'ni islom ulamolarining yakdil fikri va qiyos kabi manbalardan foydalanilgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ham ummatlarini ixtilofdan qaytarganlar. Hadisda keladi: kim mening sunnatimdan yuz o'girsa, mendan emasdir.
Buxoriy, Muslim rivoyatlari. Mazhablar esa aynan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sunnatlarini chuqur o'rganib, ulardan hukmlar chiqargan ulamolarning mehnatidir. Mazhabga ergashish sunnatga ergashishning bir ko'rinishidir. Imom Shofiy rahmatullohi alayhi aytganlar: agar hadis sahih bo'lsa, u mening mazhabimdir. Bu esa mazhab imomlarining maqsadi hadislarga ergashish bo'lganligini ko'rsatadi. Axloq odob kitoblarida ham ilmli kishilarga ergashish, bilimsizlikdan saqlanish, jamiyatda nizo chiqarmaslik kabi masalalarga katta e'tibor qaratilgan. Mazhabga ergashish majburiyati bu havoyi nafsga ergashish emas, balki ilm ahlining tajribasi va mehnatidan foydalanishdir. Xulosa qilib aytganda, oddiy musulmon uchun muayyan bir mazhabga ergashish shart va zarurdir. Bu uni ilmiy xatolardan, ixtiloflardan saqlaydi va diniy amallarni to'g'ri bajarishga yordam beradi. Mazhabga ergashish shart emas degan gaplar esa asossiz bo'lib, musulmonlar orasida bo'linishga olib keladi.